Kecha Instagram kanalimizga bir bemordan analizlar kelib tushibdi. Bemor analizlarni ko'rib maslahat bering deb yozib yuborgan. Bemorning yoshi 32 yoshda, u 2018-yil iyul oyida turmush qurgan. 2021-yil noyabr oyida farzandlik bo'lgan. Analizlarga keladigan bo'lsak, testda 7%, normada 50% dan kam bo'lishi kerak. Morfologiyada esa normal spermatozoidlar 2%, qolgani 98% esa hammasi anomal hisoblanadi. Mana bu narsani meditsina tilida teratozoospermiya deyiladi. Shuni oqibatida homila bo'lishi juda ham foizi kamayib ketishi mumkin. Bemorda yana UZI qilinganda, UZIda ikki tomonlama varikatsiyalar bergan. Varikatsiyalar mana teratozoospermiyani olib kelishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Bunday hollarda men patsientga birinchi navbatda varikatsiyaliktomiya operatsiyasini o'tkazishni tavsiya bergan bo'lardim. Operatsiyadan keyin 3-6 oydan keyin analizlarni qayta topshirib, vrach ko'rigi qayta ko'rilib, keyin qanaqa taktika lecheniya qilishni boshqalardan bir ko'rib chiqishni tavsiya bergan bo'lardim.